Alloh seni sinovga soldimi? Nimanidir bermadimi? Demak, seni yaxshi ko'ribdi. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasini sinovga soladi. Agar yana ham yaxshiroq ko'rsa, shu sinovga sabrli qiladi, kuniga qanoatli qiladi. Dardingizni hadeb odamlarga gapiraversangiz, zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitishni xohlamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yuborasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingdan. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Keyin esa yuzingda xursandchilik nurlari, g'alaba quvonchi, yutuq belgilari balqib turadi. Faqat sabr qil. Sabr qil.